Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli görürmenler. İstiklal gündelik haberlerini görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibideki en mühim haberlerini huzuruna sunumuz. Qanamsızda qıtanlar ekranımız olsun. Şarkı Türkistan'daki bir kısım Xitay amaldorlarining arqama-arqa tekshirilishi diqqat qo'zg'amoqda. Bu ayning 5'ida Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik ijrochisi Ma Shongrining o'rniga Chen Shaojiang almashtirilgandan keyin yana bir turkum Xitoy amaldorlarining arqama-arqa tekshirilishi diqqat qo'zg'amoqda. Xitoy xalq to'rining aloqador xabarlarida bildirilishicha, atalmış Uyghur Avtonom rayonluq siyosiy kengash iqtisod komitetining sobiq muavin mudiri Yo Janjun intizomga qonunga ig'ir xiloflik qilish bilan ayblanib, intizom tekshirish komiteti reviziya komiteti tarafidan intizom va reviziya jihatdan tekshirilishga boshlagan. Atalmış Avtonom rayonluq xalq taftish mahkamasi partiya guruhining a'zosi siyosiy bo'limning mudiri Li Jivi intizomga qonunga ig'ir xiloflik qilishga chetilish bilan ayblanib, intizom va reviziya jihatdan tekshirilishga boshlagan. Aqsu viloyatlik partiya komitetining muavin bosh kotibi Jang Shaoming intizomga qonunga ig'ir xiloflik qilish bilan ayblanib, o'xshashli intizom va reviziya jihatdan tekshirilishga boshlagan. Bulardan sirt atalmış Uyghur Avtonom rayonluq siyosiy kengash partiya guruhining sobiq a'zosi muavin raisi Do Wenguining pora elish delosiga hukm e'lon qilinib, pora elish jinoyati bilan o'lim jazosi berilgan va 2 yil kechiktirib ijro qilinganligi, siyosiy huquqidan umrvoyat mahrum qilinganligi, barliq shaxsiy mol-mulkining musodara qilinganligi bildirilgan. Gerçi bu ay ichida Sharq Turkistondagi bir qism Xitoy amaldorlarining vazifasi almashtirilgan yoki qoldirilgan, eng cho'ng amaldori almashtirilgan bo'lsa-mu, mutaxassislar Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik siyosatining davomli ijro qilinganligini ta'kidlashmoqda. Xitoy Sharq Turkistondan Yevropaga qatnaydigan havo liniyasini ko'paytmoqda. Xitoy Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyati, xususan majburiy emgak jinoyati sababli duch kelgan ayblashlar, tanqidlarga qaramasdan Sharq Turkistondan Yevropa, Osiyo ellariga tutashgan havo liniyalarini ko'paytirayotgan bo'lib, yaqinda Fransiya va Ispaniyaga qatnaydigan mal transport havo liniyasi rasmiy ochib etilgan. Atalmış Şinjan Radio Televiziya stansiyasining xabarida ma'lum bo'lishicha, Fransiyaning havo yo'llanma shirkati CMA-CGM rasmiy turda Sharq Turkistonning Urumchi shahridan Fransiyaning Paris shahriga va Ispaniyaning Madrid shahriga qatnaydigan xalqaro yuk tashish havo liniyasini ochgan. Xabarda 27-iyul Parijdan uchib kelgan yuk tashuvchi aeroplanning Urumchi Tangridagi xalqaro aerodromiga tunji qatim qo'nganligi, aeroplanning yana elektronlik mahsulotlardan tashkil topgan 57 tonna malni yuklab qaytadan yo'lga chiqqanligi, navbatda Urumchi shahrining Shanxay, Hong Kong, Jingzhou, Guangzhoudan keyin Fransiyaga tava mazkur havo yo'llanma shirkatining Xitoydagi 5-tuguni bo'lganligi qayd qilingan. Xabarda yana mazkur liniyaning Xitoydan Yevropaga ochilgan eng yangi xalqaro uchish yo'li ekanligi, bu liniya orqali Paris shahriga mal avatganda har kilogramm yukdan taxminan 5 yuan tejiladiganligi, butun yil bo'yicha hisoblaganda taxminan 75 million yuan chiqimni tejigili bo'ladiganligi, aeroplanning haftada 4 qatim qatnaydiganligi bildirilgan. Navbatda Yevropa davlatlari Xitoyning Shein, Temu qatorliq to'r savdo supalaridagi arzon baholiq mallarning Yevropa bozorini qalaymaqon qilishiga duch kelgan bo'lib, oldingi oylarda Yevropa ittifoqi komiteti buningga qarshi harakatga o'tib, iste'molchilarga bevosita yetkaziladigan kichik posilkalardan boj kechirim qilish siyosatini bekor qilishni taklif qilgan edi. Fransiya Kengash palatasi bu yil 3-oyda Xitoyning to'r savdo shirkati Sheinni nishonlagan bir qonun loyihasi ma'qullagan edi. Halbuki Yevropadan Urumchiga ochilgan bu havo liniyasi bir tarafdan Xitoyning arzon baholiq mollarining texmo arzon holda Yevropaga to'kma qilib setilishini tezlatsa, yana bir tarafdan Uyg'ur majburiy emgaki mahsulotlarining Yevropaga to'salg'isiz eqishi uchun yana bir eshik ochib bermoqda. Xitoy to'r mashhurlarini Sharq Turkistonga yig'ib saxta tashviqot faoliyati boshladi. Xitoy Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini pardozlash uchun shundaqla atalmış Uyghur Avtonom rayoni qurilganligining 70 yilligini tabriklashga tayyorlik qilish bahonasi bilan Xitoydagi bir turkum to'r mashhurlarini Sharq Turkistonga yig'ib, xalqning atalmış xotirjam yashab, xo'shal-xo'ram ishlayotganligidek saxta tashviqot mazmunlari ishlashni talab qildi.
Xitoy tashviqot organi Tangritog to'rining 28 iyuldagi xabarida bildirilishicha, oldingi hafta Xitoy rejimining o'rinlashtirishi bilan 40 dan ortiq Xitoy to'ri mashhuri Xitoycha zamonaviylashtirishning turli tuman qiyofati nomida Sharq Turkistonga yig'ilgan. Ular Qumul, Ko'rla, Urumchi qatorliq joylarni ziyorat qilishga o'rinlashtirilgan bo'lib, ulardan turli tashviqot usullari bilan Sharq Turkistonning atalmish Xinjiang hikoyasini yaxshi so'zlash talab qilingan. Bu qatimliq soxta tashviqot faoliyatini Xitoy to'ri bexatarligi va uchurlashtirish komiteti ishxonasi, to'ri jamiyat xizmati idorasi bilan atalmish Uyg'ur Abdunum rayonlik partiya komiteti, to'ri bexatarligi va uchurlashtirish komiteti ishxonasi birlikda o'rinlashtirgan. Xabarda mazkur to'ri mashhurlarining Xitoy rejimining Sharq Turkistondagi atalmish natijalarini, jamiyat inoqligi, muqimligi, xalqning xotirjam yashab, xo'shal-xuram ishlayotgan baxtli turmushini bayon qiladiganligi qayd qilingan bo'lib, mazkur faoliyatning amaliyotda bir qatimliq soxta tashviqot harakati ekanligini texmi aniq ko'rsatib bergan. Xitoy yaqinqi yillarda turli vositalar bilan Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini pardozlashga urinib kelgan bo'lib, Xitoyning ichki sirtidagi to'r mashhurlarini yollab ishiltish buning bir turi hisoblanadi. Bundan ilgari Avstraliya strategik siyosat institutiga o'xshash nufuzli aql omborlari Xitoyning bu qilmishi haqida maxsus dokument e'lon qilgan edi. Turkiya Indoneziyaga urush aeroplani eksport qilish kelishimi imzoladi. Turkiya Osiyo va olam qatnashi sanoati Indoneziya davlat mudofaa sanoati shirkatlari bilan 48 dona Kaan urush aeroplanini eksport qilish kelishimi imzoladi. Turkiya Ovozi radiosining xabarida bildirilishicha, bu kelishim Turkiyaning Istanbul shahrida o'tkazilgan xalqaro davlat mudofaa sanoati ko'rgazmasi jarayonida tuzilgan. Ishlab chiqarish, injenerlik va texnika yo'tkash sohalaridagi hamkorlikni o'z ichiga olgan bu kelishim bo'yicha aeroplanlarning 120 oy ichida topshirilishi planlanayotgan bo'lib, aeroplan motorlari Turkiyada ishlab chiqariladi ekan. Davlat mudofaa sanoati idorasi boshlig'i Haluk Görgün bu kelishimning iyun oyida imzolangan hukumatlararo ramka kelishimining orqadan tuzilganligini bildirib, bu savdoning ikki davlat o'rtasidagi davlat mudofaa munosabatida tarixiy bir fursat ekanligini aytdi. Görgün yana Kaanni setib olish uchun boshqa davlatlar bilan suhbat o'tkazilyapti degan savolga javob berib, nurg'un davlat bor, tafsilotini vaqti kelganda o'rtoqlashamiz dedi. Turkiyaning tunji yerlik ishlab chiqarishi bo'lgan Kaan urush aeroplani tunji uchishini 2024-yilining 5-ida tamomlagan. Yasalayotgan 3 asli tipning qolgan ikkisining 2026-yili 4-oyda qayta uchishi kutilmoqda ekan. Navbatda turkumlab ishlab chiqarishning birinchi bosqichi planlangan. Turkiya Osiyo va olam qatnashi sanoatining bosh direktori Mehmet Demiroğlu Kaanning Turkiyani yangi avlod urush aeroplani yasalaydigan osondagi davlatlar qatoriga kirgizganligini bildirib, bu aeroplanni ishlab chiqaradigan 4 davlat bor. Yana buni ishlab chiqarishga tirishayotgan guruhlarmi mavjud dedi. Hürmetli görürlerimiz, şuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmada ko'rishguncha aman bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.